Salomatmisiz, qadrdonim? Biz doim Allohdan istaganlarimizni so'raymiz. Alloh esa so'raganlarimizga tayyor bo'lishimizni kutadi. Niyatlarimiz albatta pozitiv, go'zal niyatlardan iboratdir. Ijobiyliklar hayotimizga oson kelishi uchun biz ham ijobiylikda, ya'ni shukronalikda bo'lishimiz lozim. O'xshash o'xshashlarini tortadi. Bugun siz bilan birgalikda hayotimizda kelganlari va keladiganlariga shukronalar aytamiz. Chunki eng tez ijobat bo'ladigan duo bu oldindan shukr keltirilgan duodir. Shukr keltirilganlari esa yanada ko'payadi. Qani bo'lmasa, boshladik. Qalban xotirjam bo'lganim, taqdirimdan rozi ekanligim uchun shukronalar keltiraman. Oilam bag'rida mehr-muhabbatga to'lib yashayotganim uchun shukronalar keltiraman. Meni yaxshi ko'radigan, men uchun qayg'uradigan yaqinlarim borligi uchun shukronalik keltiraman. Doimo atrofimdagilar meni qo'llab-quvvatlab turgani uchun shukronalik keltiraman. Bugun menga o'z hayotimni yaxshilashga yana bir imkoniyat berilgani uchun shukronalik keltiraman. Menga Alloh tomonidan berilgan rizq va nasiba uchun shukronalik keltiraman. Omad doim menga hamroh bo'lgani uchun shukronalik keltiraman. Menga yangi imkoniyatlar eshigi ochilayotgani uchun Allohimga shukronalik keltiraman. Hayotim baxtli lahzalarga boy bo'lgani uchun shukronalik keltiraman. Menga bugungi kunni yaxshi kayfiyatda boshlash nasib qilgani uchun shukronalar keltiraman. Har bir vaziyat mening foydamga xizmat qilayotgani uchun shukronalik keltiraman. Hayotim kundan kunga yaxshi tomonga o'zgarayotgani uchun shukronalar keltiraman. Bugun tongda sog'-salomat uyg'onganim va menga yashash uchun yana bir kunlik umr berilgani uchun shukronalar keltiraman. Borliq menga doim imkoniyatlar eshigini ochayotgani uchun shukronalar keltiraman. Hayotim baxtli lahzalarga boy bo'lgani uchun shukronalar keltiraman. Men qalb xotirjamligiga erishayotganim uchun shukronalar keltiraman. Allohimning beminnat sevgisiga loyiq bo'lganim uchun shukronalar keltiraman. Atrofimda ruhiy rivojlangan insonlar borligi uchun shukronalar keltiraman. Men ruhiy rivojlanish yo'lida bo'lganim uchun Allohimga shukronalar keltiraman. Qobiliyatlarim, kuchli jihatlarim borligi uchun shukronalar keltiraman. Ruhim, ongim va tanam ulg'ayish yo'lida ekanligi uchun shukronalar keltiraman. Atrofimda faqatgina yaxshi insonlar borligi uchun shukronalik keltiraman.
Men o'zimni qayerda qanday tutish kerakligini bilganim uchun va o'zimga bo'lgan bahoyim yuqoriligi uchun shukronalar keltiraman. Jamiyatda o'z o'rnimga ega ekanligim uchun shukronalar keltiraman. O'ylagan barcha maqsadlarimga erisha olayotganim uchun shukronalar keltiraman. Hayotimni o'zim istagandek yashash imkoniyati berilgani uchun Allohimga shukronalar keltiraman. Hayotimda kundan kunga katta pullar kirib kelayotgani uchun shukronalar keltiraman. Karyera sohasida kun sayin o'sib borayotganim uchun shukronalar keltiraman. Hayotim kun sayin yaxshilanib borayotgani uchun Allohimga shukronalar keltiraman. Menga borliq imkoniyatlari kutganimdan ham a'lo darajada berilayotgani uchun Yaratganga shukronalar keltiraman. Har bir berilgan imkoniyatdan unumli foydalana olayotganim uchun shukronalar keltiraman. Hayotimda har bir onda chiroyli tarzda mo'jizalar kirib kelayotgani uchun shukronalar keltiraman. Minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Alhamdulillah. Azizlarim, bu shukronaliklarni har kuni takrorlab boring. Sekin-astalik bilan oddiy hayotingiz mo'jizakor tarzda siz istagan hayotga aylanayotganiga guvoh bo'lasiz. Siz bilan Nafosat Omonova bo'ldi.